Hammaga assalomu alaykum, hurmatli traderlar. Bugun sizlarga yana bir matematik strategiyani Ramazon oyi munosabati bilan sizlarga tekinga o'rgatmoqchiman. Ushbu strategiyalarimizning soni 30 ga yaqin, 10 ga yaqini shaxsiy matematik strategiya, qolgan 20 tasi esa o'rganilgan yoki biron bir traderdan sotib olingan strategiyalar orqali har kuni bozorda analiz qilib, mana shunday shaklda aynan mana shu Mars Trader VIP Telegram kanalida signallarni berib boramiz. Kun davomida ushbu signallarimizdan narximiz 10.000 pipsgacha harakat qiladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, ertalab soat 6lar atrofida kanalga buy zona berilgan 82.79 va ushbu zonamizdan narximiz impuls bilan ko'rishingiz mumkin. Sniper entry 210 pips harakatlanib bergan. Xo'p, ushbu kanalimizning silkasi o'sha YouTube'dagi video tagida yoki profilda turadi yoki o'sha Telegramdan Mars Trader VIP deb qidirsangiz ham mana shu kanal kelib chiqadi. Va ko'pchilik ushbu strategiyalarning ko'proq, ya'ni ma'lumot olishni xohlaydi. Aynan 30 ga yaqin matematik strategiya, ya'ni mana shu kanalga tashlanayotgan strategiyalarning signallarning strategiyasini biz o'zimizning maxfiy kanalimizda odamlarga o'rgatamiz. Buni to'lovi ham bor. Agar kimdir 30 ga yaqin matematik strategiyani o'rganmoqchi bo'lsa, mana shu yerdan Mars Trader mana shu lichka deysalaring agar qo'yib kelishib ushbu kanalga qo'shib qo'yamiz va 30 ga yaqin matematik strategiyani o'zingiz o'rganib olasiz. Xo'p, bugun sizlarga tekinga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiyamni Trading View'da ko'ramiz. Har doimgidek ushbu strategiyamizni avval ham sizlarga o'rgatganman, lekin bugun mix qilib, sal kuchliroq qilib, sal boshqacha hisob-kitoblar bilan yana bir bugun sizlarga tushuntirib beraman. Ushbu strategiyani ishlatishdan oldin bir narsaga e'tibor bering. Ko'pchilik shu joyda uncha tushunmayapti. Mana grafikni yaqinlashtirib olib, shamni ustiga 2 marta bosasiz. Mana shu yerdan mana simbol chapka tugmasini bosib, uchinchisidan mana shu nastroykasini yoqib, mana shu yerda koordinatasini 0.5, 0.5 emas, 0.5 qilib olishingiz kerak. Avvalgi strategiyada bu 1 edi. Bu sal yangilangan versiya desa ham bo'ladi. Xo'p, bu strategiya uchun bizga любой maksimum yoki minimum kerak bo'ladi. E'tibor bering, любой maksimum yoki minimum. Keling, bozor tarixiga o'tmaymiz-da, mana shu bugun yoki kechangi real bozor holatda ushbu strategiyani ishlaganligini ko'ramiz. Xo'p, bizda bor maksimum 4912. 4912. Xo'p, bu raqamni 4912 ni e'tibor bering. Avvalgi strategiyada ushbu raqamni biz 9 ga ko'paytiraydik. Hozir 9 ga emas, 13 ga ko'paytiramiz va chiqqan sonni 2 ga bo'lamiz. 32. Mana shu yerdan mana shu instrument, ya'ni gradus o'lchalaydigan instrumentni olib, mana shu yerdan 32 gradus chizib olamiz. 32 gradus. Va buni yana qo'shimchasi bor. Qo'shimchasi shu sizlarga o'rgatgan strategiya. Ya'ni 4912 ko'paytiramiz 9 ga, bo'lamiz 2 ga. Bo'lamiz 2 ga. 22 desak ham bo'ladi. Mana shu minimumdan boshlab yana biz 22 gradusga bitta liniya tayinlab olamiz. Narx mana shu, ya'ni mana shu 32 va 22 gradusning ichiga kelsa, mana shu yerda narx kutib turamiz. Ya'ni mana shu yerda narx tegar tekmas gohida mana shu zonalardan narximiz impuls bilan tepaga harakatlanib beradi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, narximiz ushbu liniyaga 81 bo'lsa 78 30 pips yetmasdan narximiz tepaga 300 pips harakatlanib beribdi. Ushbu, ya'ni bu yerda boshqa strategiya ham bor. O'sha strategiyani o'zimizning pulli kanallarimizga tashlab qo'yganmiz. Agar xohlovchilar bo'lsa, agar qo'shilib olishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, mana shu yerdan buy zonani biz kanalga ertalab berganmiz. Soat 6lar atrofida 82.79 va ko'rishingiz mumkin, bu yerdan, ya'ni mana shu 82.79 zonasida narximiz impuls bilan tepaga 230 pips tepaga harakatlanib bergan.
Bu yerda boshqa kuchli matematik strategiya ham bor. U strategiyani o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha Mars Radar lichkasiga yozsa agar kelishib o'rgatishimiz mumkin. Xo'p, bizda keling bozor holatni yana ko'rib ketamiz. Mana shu maksimum. Mana shu maksimum, ya'ni 5022. Bu narxda 5022 ko'paytiramiz. Dastavval 13 ga. 15 kim nechilar? Xo'p, 32. Mana shu yerdan, ya'ni mana shu maksimumdan 32 gradusda pastga tortib olamiz. Biz silga zona topyapmiz, ya'ni maksimumdan hisoblamoqchi bo'lsak, oldiga minus bo'lishi kerak 32. Va ya'ni 5022 ni ko'paytiramiz 9 ga bo'lamiz 2 ga. 22 5, 22 desak ham bo'ladi. Yana o'sha maksimumdan 22 ni tortib olamiz. Va narximiz ushbu liniyaga tegar tegmas yokida tegib yokida ichga kirgan zahoti xo'p, silga bemalol qo'rqmasdan kirsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 32 gradusni ichiga kirib, ya'ni 32 va 22 gradusni ichiga kirib narximiz mana 11, 14 yokida 15, ya'ni 40-30 pipslik zona. Mana shu yerdan narximiz pastga kirishingiz mumkin. 330 pips pastga harakatlanib bergan. Va ushbu liniyaning kuchini ko'rishingiz mumkin. Yana bir marotaba ushbu liniyaga tegishi bilan narximiz pastga 100 pips pastga harakatlanib bergan. Xo'p, bizda keyingi maksimum yoki minimumlarni ko'rib ketamiz. Xo'sh, mana qayerda ushbu strategiyani ko'rsak bo'ladi. Mana shu yerdagi maksimumdan ko'ramiz. 5052. 5052 ko'paytiramiz dastavval 13 ga va bo'lamiz 2 ga. 32.8. Mana shu yerdan 32.8 gradusni pastga tortib olamiz. 32.8 va yana bir son bor, o'z bilasiz 5052. 5052 ko'paytiramiz 9 ga bo'lamiz 2 ga. 22.5, 22 lar atrofida olsak bo'ladi. Mana shu yerdan 22. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu liniyaga narximiz bu yerda to'g'ri sal kattaroq zona bo'lib ketgan. Bu yerda boshqa strategiyalar ham bor, matematik. Alloh o'zi bilan uni ham o'rgatishimiz mumkin. Agar kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, Mars Radar Telegramdagi adminga yozsa agar kelishib o'rgatamiz. Xo'p, mana shu yerda ham strategiyamiz ishlab bergan. Mana shu yerda, ya'ni liniyaga yetmasdan, lekin mana shu yerdan savdo kirganda ham to'g'ri bu yerda ancha zona katta bo'lib ketgan. Bunaqa savdoga kirmaslik ma'qul bunaqa vaziyatlarda. Bu yerda mana shu strategiyani yana bir nima bor, nima deydi? Raqamini gradusini deydi-ku, mana shu yerdan 45 gradus. 45 gradus narximizni ko'rishingiz mumkin. 45 gradusga mana shu liniyaga tegar tegmas narximiz 300 pips pastga harakatlanib bergan. O'zingizlar uchun backtest qilib, har xil raqamlarni ko'rib, ya'ni qo'yib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yana bizda bozorning tarixiga keling, shuni bir kattaroq time frame, yarim soatlik time frame'da ko'ramiz. Yarim soatlik time frame. Mana shu yerda 4877 buni ko'paytiramiz 13 ga bo'lamiz 2 ga. 31 gradus. Mana shu yerdan 31 gradusda tepaga chizib olamiz.
202 301. Keyingi raqamni yozib turmadim. Narxni ko'rishingiz mumkin. Liniyaga tegmas, ya'ni 86, 82. Mana shu atrofidan narximiz impuls bilan tepaga kim necha pips harakatlanib bergan. Buni asosan kichikroq time frame 5 minut yoki M15 time framelarda bozor holatida juda yaxshi ishlaydi. Katta time frame'da ishlaydi, lekin uni o'ziga yarasha raqamlari bor. Xo'p, bizda yana qaysi maksimum yoki minimumni olib ko'rsak bo'ladi. Bu yerda xohlagan maksimum yoki minimumni olish mumkin. Bozorning holatiga qarab. Mana shu yerda mana shu maksimum 4812. 4812 ko'paytiramiz 13 ga bo'lamiz 2 ga 301 gradus. Mana shu yerdan 31 gradus va 4812 hop ko'paytiramiz 9 ga bo'lamiz 2 ga 21 gradus. Bu yerda adashmasam trend liniya chizib yubordim. Yigirma 2 gradus. Bu strategiya mana shunday ishlaydiki, bizda selga zona topyapmiz. Narximiz mana shu yerdan kelib pastga yurib ketadi. Agar buzib ketgan taqdirda qayta retest qilib ushbu zonadan tepaga harakatlanadi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda o'zida ham ishlab bergan strategiyamiz liniyaga tegishi bilan 50 pips pastga harakatlanib beribdi. Bu ham ishlagan va ko'rishingiz mumkin. Narximiz ushbu liniyani tepaga buzib qayta retest bo'lib ushbu zonadan tepaga harakatlanib ketgan. Stop lossimiz esa ushbu time frame, ya'ni qaysi time frame'da ushbu strategiyani ishlatayotgan bo'lsak, o'sha time frame'dagi ham zonani tepaga yorib o'tish. Mana shu yerda mana M5 yoki M5 ham tepaga yopildimi, qaytib kelib qayta retestida bayga kirsak bo'ladi. Sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiyam mana shundan iborat edi. Mana bu yerlarda to'g'ri ishlamaydi. Sababi mana shu yerda bozor juda katta bir impuls bilan pastga o'qib ketgan. O'zingizlar vaziyatga qarab bozor range'ga tushgan paytlar ushbu strategiya juda yaxshi ishlaydi. Xo'p, sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiya mana shundan iborat edi. Ushbu strategiyalarni hammasini mix qilib mana shu Mars Trader VIP Telegram kanalida tashlab boraman. Kimdir mana shu signallarda ishlatayotgan 300 ga yaqin matematik yoki astronom strategiyalarini o'rganmoqchi bo'lsa, mana shu adminga o'zsali nima deydi, kelishib o'rgatishimiz mumkin.